Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tgan darsimiz davomi qo'llanmamizdan 11-betdan davom ettiramiz. املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة. Munosib so'zni qo'yishlik orqali quyidagi bo'shlikni to'ldiring. Demak, mana bu yerda nadifun deb yozilgan. Bunga munosib bo'lgan so'z qo'yishimiz kerak. Masalan, al-mindilu nadifun, dasturmol toza. Bu yerda maksurun, singan degan so'z qo'yish mumkin. Uni o'rniga masalan singan degan gap tugagan ekan, bunga boshida masalan al-qalamu maksurun, qalam singan deymiz. Bu yerda baridun, sovuq degan so'z bor ekan. Masalan boshida al-labanu baridun, suv sovuq deymiz. Bu yerda demak qoribun, yaqin degan so'z bor ekan. Masalan al-madrasatu, maktab, qoribun, yaqin. Bu yerda ba'idun, uzoq degan so'z bor ekan. Masalan al-baytu ba'idun, uy uzoq bo'ladi. Bu yerda waqifun, tik turibdi degan so'z bor ekan. Masalan al-mudarrisu waqifun, o'qituvchi tik turibdi. Bu yerda jalisun, o'tirguvchi, o'tirgan degan ma'no bor ekan. Masalan al-waladu jalisun, bola o'tiribdi. Demak, bu yerda kabirun, katta degan so'z bor ekan. Masalan al-kitabu kabirun, kitob kattadir. Bu yerda qodimun, eski degan ma'noda so'z bor ekan. Masalan al-qalamu qodimun, qalam eski. Jadidun, yangi so'z, yangi degan ma'no bor ekan. Masalan al-mudarrisu jadidun, yangi o'qituvchi. Demak, al-kalimatul jadidatu, yangi so'zlar. Al-kalimatul jadida, yangi so'zlar. Al-qamaru, oy, jadidun, yangi, qodimun, eski, vasihun, kir, nadifun, toza, harrun, qaynoq, issiq, baridun, sovuq, sag'irun, kichkina, kabirun, katta, maftuhun, ochiq, maksurun, singan, thaqilun, og'ir, xafifun, yengil, jamilun, chiroyli, vaqifun, tik turgan, jalisun, o'tirgan. Xo'sh, demak bu yerda mana endi alif lomlik mavzusidan yana davom ettirilyapti. Najmun, bunga alif lom qo'ysak an-najmu bo'ladi. Rajulun, alif lom qo'ysak ar-rajul. Ma'nosi najmun, qandaydir yulduz, an-najmu, aniq yulduz. Rajulun, demak kishi, ar-rajulu, aniq kishi. Dikun, xo'roz, ad-diku, aniq xo'roz. Tolibun, talaba, at-tolibu, aniq talaba. Demak, noaniq narsani aniq qilib berdi. An-najmu ba'idun, yulduz uzoq. Demak, aynan qaysidir yulduzda aytilgan. Ar-rajulu waqifun, kishi tik turibdi. As-sukkaru hulvun, demak shakar shirin. Demak, mana buni yangi so'zlar bor bu yerda. Biz yangi so'zlar lug'at kitobimizda berib boramiz. Hulvun, shirin. Marizun, kasal. G'aniyun, boy. Dukkanun, do'kon. Faqirun, kambag'al. Tuffahun, olma. Lazizun, shirin, lazzatli. Tawilun, uzun. Qasirun, qisqa. Xo'sh, demak bu yerda as-sukkaru hulvun, shakar shirin. At-tolibu maridun, talaba kasal, o'quvchi. Xo'sh, ad-diku jamilun, xo'roz chiroyli. Ad-daftaru jadidun, daftar yangi. At-tajiru g'aniyun, tijoratchi boy. Ad-dukkanu maftuhun, do'kon ochiq. Al-waladu faqirun, bola kambag'al. At-tuffahu lazizun, olma shirin, lazzatli. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Demak, tabib, shifokor uzun va kasal qisqa, ya'ni bo'yi qisqa. Demak, mana bu yergacha o'tgan so'zlarimizda o'tgan narsalarimizni yodlab, o'qib, o'zlashtirib olamiz.